Yamandagi inqilob. Nvidia'ning yangi Blue roboti kundalik hayotni qanday o'zgartiradi? Gap shundaki, Global Technology Conference 2025 konferensiyasida Nvidia o'zining yangi aqlli Blue nomli robotini taqdim etdi. Disney Research va Google DeepMind bilan birgalikda yaratilgan bu robot sun'iy intellekt imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqdi. Blue o'zi qanday ishlaydi? Nvidia kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bu robot sun'iy intellektning funksiyalarini o'zida jamlagan robot hisoblanadi. U odamlar bilan muloqot qila oladi, atrof muhitga moslashadi va murakkab bo'lgan topshiriqlarni bajaradi. Blue'ning miya sifatida ishlab chiqarilgan GR-Nano-T birinchi modelining neyral tarmog'i unga mantiqiy fikrlash, atrof muhit bilan muloqot qilish imkonini beradi. Robotni amaliyotga qanday tatbiq qilish mumkin? Uy sharoitida robotlar nogiron yoki keksa yoshdagi odamlarga uy ishlarida yordam berishlari, tibbiyot sohasida bemorlarni ro'yxatga olishlari yoki ularga qo'shimcha yordam ko'rsatishlari mumkin. Ilm-fan va sanoat sohalarida murakkab bo'lgan topshiriqlarni bajarishlari va monitoring qilishlari mumkin. Robotning ijobiy tomonlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, insonlarning kundalik vazifalarini bajarishga yordam beradi va intellekt imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi. Har bir yangi texnologiya yaratilayotgan paytda yangilik yaratilishi bilan bir qatorda yoniga xavf-xatarni keltiradi. Robotlarning ba'zi kasblarni egallashi, hattoki ba'zi kasblarning yo'qolishiga ham olib keladi va bu ko'pchilikni qo'rqitadi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, yangi yaratilgan Nvidia'ning Blue nomli roboti insonlarga yordam berishi bilan bir qatorda yoniga qo'shimcha bo'lgan savollarni ham keltirib chiqaradi. Texnologiya dunyosida yaratilgan robotlar o'zi aslida imkoniyatmi yoki xavf? Bugun biz juda ham ajoyib, juda ham g'ayritabiiy mahsulotni e'lon qilmoqchimiz. Ushbu mahsulot DeepMind, Disney Research va Nvidia kabi 3 ta yirik kompaniyalarning birgalikdagi mahsuloti hisoblanadi va biz uni Newton deb atashga qaror qildik. Keling Newtonga nazar solamiz. Tell me that wasn't Bu amazing. juda ham ajoyib, shunday emasmi? Hey Blue, Salom Blue, how are you doing? kayfiyating yaxshimi? How do you like Yangi fizik how do you like dvigateling your new yoqdimi? physics engine? You like it, huh? Senga yoqqan, ishonchim komil. I know. Tactile feedback, rigid body, soft body, Taktil aloqa, simulation. qattiq tana, yumshoq super tana real time. simulyatsiyasi super real Can you vaqtda. imagine just now Siz what you're hozir looking at nima is ko'rayotganingizni complete tasavvur qila real-time olasizmi? simulation? Bu super real vaqtda This is how we're gonna simulyatsiya. train robots in the Kelajakdagi future. robotlar aynan mana shu yo'nalishda Just so you know, takomillashtirmoqchimiz. Blue has Bilasizmi? two computers, Blue 2 ta two Nvidia computers kompyuteriga inside. ega. Look how smart you are. Qara sen qanchalik aqllisan. Yes, you're smart. Ha, sen rostdan ham aqllisan. Juda soz. All right. Blue, Hey Blue, listen. kel How about endi let's take 'em ularni home? uyga Let's kuzatishimiz finish kerak. this keynote. Kel shu yerda It's nutqimizni lunchtime. tugatamiz. Chunki tushlik Are you vaqti ready? bo'ldi. Let's finish it up.